$200. Akaxonlar, mana mashina olsalaring biznesga o'tadi. Siz uchun Yandexdan kunida kamida $100 ishlab olasizlar deb. Odamlar aytadi, "Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ana yomon odamlar bormi? Nimaga faqat konflikt bo'ladi?" debdi. Bu yerda 100 ta poyezdkadan 50 ta poyezdkadan 1 ta klient chiqadi. Poligom chiqadi. Nega menda ko'proq chiqadi? Nimaga? Chunki men haqiqat talabda. Agar nisbatli narsa bo'lsa, yo'q, qorani qora, oqni oq deyman. Men podliza bo'la olmayman, oke? Хочешь, не хочу, я не могу podliza bo'la olmayman. Men kutini yalab o'tirib qila olmayman. Yuziga tap gapirib tashlayveraman-da. Yandexdagi ham xuddi shu aytadi, o'sha. Yandexda to'g'ri shunaqa qiyin, chunki odamlar jalba kidach qiladi, keyin blokka tushib qoladi. U odam kreditga mashina oladi. Ilojsiz bolamni boqay, kreditni beray, avtosavodchilar bir kunda $100 ishlaysizlar deydi. Men u $100 ni 2 yildan beri ko'rganim yo'q enasini esa. Taksida qanchadan beri yurasiz siz? Yandexda yurasiz, ko'pincha chaqirasizda, to'g'rimi? Faqat Yandexda yurasizda, to'g'rimi? Faqat Yandexdan boshqa siz chaqirsiz, kech keladi mashina. Ha, mashina. Biznes ko'p odamlar, bizneschilar ko'p, biznes klassda ishlayotgan odamlar ko'p jalb qiladimi shunda? Konflikt, mana bunaqa passajirlar bilan. Любой narsa o'ylasangiz, hammasida ruslar bilan urushgan. Shu jalb tashlab pul ishlash uchun odamlar urushgan. Toki o'sha Xorazmda o'qiydilar. O'zlari pul bermayotganlar. 20-15-si. Jalb yozmagan. Hozir mana shuni aytyapmanki, hozir shunaqa paytga yetib qoldikki, Yandexchilar mashina olib kreditga o'tiradi, shu o'zidan pul beryapti o'zi. Atsenka yana uni olib ketadi, yana eshikni ochib beradi, yana suv taklif qiladi, zaryadlik taklif, vlajni salfetka. Biznesda nega desa, muomalasini ko'tara olmaganim uchun nafika. Знаете, muomalada juda ham ko'p odamlar shunaqa e'tiroz bildiryapti. Ular endi bitta massaj qilishimiz qoldi klientlarni olib ketish. Ko'p biznesda yurmaydiganlar shunaqa ekan, endi so'rasam ozgincha joyga chaqiradi. Shunaqa. Keyin men bu narsani bilasizmi? Nima deyman? Atvanni da tualeta deyman-da. O'sha uyidan metroga chaqirishadi. Shunaqa chaqirishadi, keyin o'shanda ko'p. Shunaqa, to'g'ri. Juda ham ko'p vaziyatlar bilan gaplashib ketar ekansiz-da, to'g'rimi? Aytib berishadi. Uzoqga boraman. Hammasi shu Comfort Plus biznesdagi aytib ketishadi. Qancha yil bo'ldi o'shanda. Bitta olib keldilar. O'shanda BYD yuvanab qolganlar-da. Ha, bilaman. Короче, yoki kredit olganlar oyiga 17 million to'laylar kreditga. Plus ana u tushibdilar radarga 30 million radarga tushib qo'ydi. Yandex $8 topadi. Shunaqa hamma alda mana Yandex kiradi, reklamani qiladi, boradi bolalar tap bosadi, oxirgi pulni beradi, keladi Toshkentga shunday Yandexni yoqadi, biznesdan o'tadi. 2 oy, 1 oydan keyin, patolog 3 oydan keyin bam blok bo'lib ketdi. Dabdala, keyin ana unga startda, keyin komfortni yopib, keyin jalka u mashinalar, jalka. Chunki men Nexus bo'lsa, boshqa Gentra bo'lsa agar ma'za qilib u kolodkalari ham arzon buni amortizatorlari ham arzonda. U yerda $200 ga 4 ta amortizator olasiz. Bu yerda $300 ga bitta amortizator beradi. O'zani BYD hamda o'sha kattaroq inomarkalarda yuradiganidan so'rasangiz ham ko'p Millennium. Yaxshi, lekin turistik yurishadi. Chunki lekin Millennium zakaz qilsangiz oddiy joyga maket xotin chiqibdi, yer bilan tushibdi keyin. Okey, joy kelgandan keyin pulini to'laysa, hozir karучи debdi, bundan olib beraman, korоче olib olmagandan keyin